Uyingiz uchun o'zingiz xohlagandek hamda yuqori sifatga ega mebellar kerakmi? Unda ushbu videoni o'tkazib yubormang. Sizlarga ushbu o'zgacha uslubni Auren Uz jamoasi taqdim etishi mumkin. Xonadoningiz uchun buyurtma asosida aniq o'lchamlar bilan mebellarni yasab, yetkazib, o'rnatib berishadi. Navbatdagi buyurtma asosida yasalgan ushbu oshxona mebelimizni ham balandligi 2.65 ko'rib turibsizlar, mana juda ham chiroyli. Bundan tashqari eshiklari vakuumli bo'ladi. Mana yopsangiz o'zi tortib oladi. Bu videodan keyin endi kelinoylarimiz aniq boshqatdan oshxona mebel yasatiradi. Mana buni qaranglar. Surpa taxta narsalarini, taxt to'qlovlarini shundoq qilib solasiz va mana joylashib saramjon turadi. Qayta yo'nalishida buyurtmalarni tayyorlovchi Auren Uz jamoasi premium kачестводagi Craftwood LDSPlardan foydalanadi. O'z ishining ustasi bo'lgan jamoa marhamatda kamyob bo'lgan 7 agregatlik mana shunday katta kronka apparatidan foydalanadi. Premium kачествоni xush ko'ruvchi insonlarimiz uchun Auren Uz jamoasi nafaqat oshxona mebellari, balki yotoqxona hamda biznesmenlar uchun o'z do'konlarini ham jihozlab berish xizmatini taklif qiladi. Sizga ham xuddi shunday o'zgacha uslubdagi mebellar kerak bo'lsa, ushbu nomerlarga murojaat qiling. Mabodo naqd pul yetmasa, bizda bo'lib to'lash imkoniyati ham bor, xo'sh aka. Xo'p, ushbu seximizning manzili Marhamat tumani shaxmat maktabidan shundoqqina o'tgandagi sanoat zonasining 4-lotida joylashgan. Ushbu videoni mebel yasatmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying.